18-may Qrim tatarlari uchun Stalin deportatsiyasi qurbonlarini xotirlash kuni. Stalin davridagi tayziqlar ostidagi surgunning dastlabki yillarida Qrim tatarlarini 40% dan oshig'i halok bo'lgan. Ularning aksariyati Qrimdan Markaziy Osiyoga, O'zbekistonga jo'natilgan. O'zbekistonda hozir ham 100 mingga yaqin Qrim tatarlari yashaydi. Qrim tatar Milliy Majlisi raisi o'rinbosari Ilmi Umerov Marg'ilonda tug'ilgan. 90-yillar boshida Qrimga ko'chib kelgan. O'zbekistondagi jarayonlarni hozir ham kuzatib keladi. Ayniqsa Prezident Mirziyoyevni BMT minbaridagi ma'ruzasini olqishlaydi. Albatta O'zbekistonda tug'ilgandan keyin O'zbekistonda ahvolni bilishga harakat qilyapmiz. Karimovning davrlarida odam haqlari umumiy kutilmas edi. Hozir ish bo'lmaganda Mirziyoyev bu masalalarda ko'targani harakatlari ko'rinib turibdi. Ammo Rossiya bilan yaqin bo'lgani men tushunamanki, Putin bularga yo'l bermaydi. Shuning uchun O'rta Osiyada yashagan xalqlar ularning prezidentlari Rossiyadan uzoqlashmasi lozim, kerak. Surunkali xastalikka ega Ilmi Umerov Qrim Rossiya tomonidan ishg'ol qilinishi ortidan ayirmachilik, Rossiya hududiy yaxlitligiga tahdid soluvchi bayonotlar tarqatishda ayblanib 2 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Uni va majlis faollaridan yana biri Ahmet Chig'ozni qamoqdan ozod qilish Turkiya vositachiligida Erdo'g'on va Putin o'rtasidagi muzokaralarda hal etildi. Ant etganman, so'z berganman, millat uchun o'lmayga. По-русски это означает «я поклялся и дал слово за народ свой умереть». И заканчиваю словами «до встречи в Гаге». Ilmi Umerov Qrimdagi bugungi vaziyatni o'ta og'ir baholaydi. Stalin davridagi qatag'on qurbonlarini xotirlayotgan Qrim tatarlari ikkinchi bor deportatsiya tahdidiga to'qnash kelishganini, ayni paytda 60 ga yaqin kishi siyosiy ayblovlar bilan hibsda qolayotganligini aytadi. Bizning to'prog'imizni, bizning vatanimizni yabanchilar taptaylar. Elbette bu vaziyat değişmek gerek. Qrim Ukrainaga qaytacak ve Qrim tatarların devletçiligi tiklenecek. Men buna eminim, ama buna yarışmak için bütün dünyanın hareketi gerek olacak. Qrim tatarlari qatag'oni Ukrainada rasman genotsid sifatida e'tirof etilgan. 18-may mamlakat bo'ylab qatag'on qurbonlarini xotirlash kuni sifatida e'lon qilingan. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.